Suriyaning Xosaka shahridagi YPG PKK terrorlik tashkilotining kontrolliqi ostidagi lagerda 2000 atrofida Uyg'ur ayollarning tutib turilayotganligi va bu ayollarning Xitoyga qaytarilishi uchun tayyorlik xizmatlarining qilinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Asiya xabar to'rining xabar qilishicha, YPG PKK terrorlik tashkiloti Derizorda Daesh terrorlik tashkiloti bilan bo'lgan to'qinishdan qochgan fuqarolar va taslim bo'lgan Uyg'ur Daesh a'zolarining oilasini mushu lagerga olgan. Taxminan 2000 atrofida erlari o'lgan ayollarning ko'pinchisining bolalarning bor ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash mundaq dedi: Uyg'ur ayollar va bolalarning Xitoyga qaytarilishini kuchli ayblaymiz. Ma'sum bolalar va ayollar xalqarodagi qora kuchlarning o'yinlarining qurboni qilinmasligi lozim. Ular hatto o'zlarining bu yerga qanday kelib qolganligini bilmaydi. Ular qaytarilsa, turmalarga tashlanishi va dafsanchilikka uchrashi mumkin. Biz xalqaro jamiyatni sukutini buzishga chaqiramiz. Microsoft shirkati Xitoyning MCS Lab detalini Uyg'ur va boshqa musulmonlarni bostirishga ishlatganligi sababli sonliq ma'lumot ommarini internetdan o'chiribdi. New York vaqt gazetasining xabar qilishicha, Xitoyning Shangang va Guangxi texnika shirkatlari Microsoftning sonliq ma'lumot ombiri orqali Xitoyning Uyg'urlarni kontrol qilishiga yordam bergan. Microsoft bu sistemning ilmiy tadqiqot uchun yasab chiqarilganligini bildirdi va internet to'ridan o'chiribdi. Xitoyga egilik huquq da'vosi qilayotgan Tayvan Amerikaga yangidan qurol sotib olish taklifi sundi. Xitoyga egilik huquqi da'vosi qilayotgan, lekin xalqaro mustaqillik davlat deb qaraladigan Tayvan Amerikaga tanka so'qar va to'van bo'shliqdagi mudofaa sistemasi qatorliq qurollarni sotib olish taklifi sundi. Yaqindan buyon savdo urushi sababli yiriklashayotgan Amerika-Xitoy munosabati buning bilan texnik keskinlashadi. Amerika hukumati Turkiyaning Rossiya bilan imzolagan S-400 kelishimini amaldan qoldirish uchun 2 oy muhlat berdi. Amerika tarafdorlarining xabarlari va besh burchaklik bino manbalarida ma'lum bo'lishicha, Amerika Turkiyaning Rossiya bilan imzolagan S-400 kelishimini amaldan qoldirish uchun 31-iyungacha vaqt bergan. Yana bir tarafdan, Rossiya mudofaa sanoati shirkati Rostekning boshlig'i Turkiya haqida muhim so'z qildi. U 2 oy ichida S-400larni Turkiyaga topshirishni boshlaydiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump agar Meksika bilan kelishim hosil qila olmasa, Meksikaning dushanba kunidan boshlab 5% tamojdan byudjet to'lashni boshlaydiganligini bildirdi. Amerikaning ko'chmanlar siyosati haqida demokratlarga xitob qilgan Trump, demokratlar ko'chmanlar qonuniy loyihasi haqida hech qanday bir ijobiy va konkret ish qilmadi dedi.